Bizga xush kelibsiz. Bugun bizda Aziza Begajon kanallari. Xo'p, kanallarini mana o'zimiz pul ishlash tizimiga ariza tashlab berdik. Kanallari pul ishlash tizimiga ulandi. Hozir men sizlarga mana dollarlarni yoqib, hamma videolarga chiroyli qilib, xudo xolasa, nastroyka qilib beramiz. Kanallar adashmasam 1 yoki 2 kunda pul ishlash tizimiga ulandi. Men bugun vaqtim bo'ldi 27-kuni. Men bugun natijalarni sekin-sekin kanalimizga joylab boramiz. Mana bugun birinchi natijamiz bu. Xo'p, kimga agar mana shunaqa yo'nalish bo'lsa, ovqat yo'nalishida qiziqsa, mana ayollar uchun bemalol ushbu kanalimizni tavsiya qilamiz. Bemalol kirib, ushbu videolardan bemalol andoza olsanglar bo'ladi. Ushbu salatimiz ham zo'r ko'rilibdi, lekin 116 ming prosmotr bo'libdi. Kanalimiz mana kecha adashmasam yoki bo'lmasa bugun pul ishlash tizimiga ulandi. Xudo xolasa endi sekin-sekin kanallardan pul ishlayveradilar mana. Ovqat yo'nalishidagi kanallar ham yaxshi, faqat bitta minus tarafi bor. Minus tarafi nima? Rasxod ko'proq. Mana shu masalan, ovqat qilishga, pishiriq qilishlarga pul ketib qoladi. Shu rasxod jihatini aytmasa, ovqat yo'nalishlar juda yaxshi daromad keltiradigan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shunaqa do'stlar, yordam kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 436-kanal ekan bu kanalimiz. Mana 26-kuni pul ishlash tizimiga ulanibdi. YouTube tabriklayapti. Yordam kerak bo'lsa bemalol 99lik 791 32 32 bemalol Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'ling.